Allo. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizaxon opa, siz bo'lasizmi? Ha, menmi? Opajonim, yaxshisimisiz? Sog' salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Rahmat. Yo'q, bezovta qilib qo'ymadik. Avvalambor bugungi kasb bayramingiz, o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan sizni chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Rahmat. Rahmat. Mana shunday mashaqqatli ishlaringizga sizga ulkan zafarlar hamda omadlar tilab qolamiz opajonim. Ayni fursatlarda kutilmagan qo'ng'iroqlar, loyihasi ijodkorlari siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun bizning loyihamizga sizga atalgan samimiy tabriknomalar, go'zal dil izhorlar, samimiy tilaklar yetib kelgan ekan. Mana shu dilnomalarni sizga o'qib yetkazib bermoqchi edik, maylimi? Mehribon o'quvchilaringiz tomonidan sizga atalgan chiroyli tabriknomalar yetib kelibdi. Agar ijozat bersangiz, mana shu dilnomalarni sizga o'qib yetkazishni boshladim. Assalomu alaykum aziz ustozim, qadri baland qadrdonim, qadrligim. Sizni bugungi o'qituvchilar kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Siz nafaqat bizga bilim berasiz, balki hayot yo'limizga to'g'ri tanlashda odobli, insoniy bo'lishga ham o'rgatasiz. Har bir darsingiz biz uchun sabab, har bir so'zingiz esa hayotiy holda bo'lib qolmoqda. Men sizning mashaqqatli mehnatingiz, sabringiz hamda mehribon qalbingiz uchun cheksiz minnatdorman. Eng ulug' insonlardan birisiz. Bayramingiz yana bir bora muborak bo'lsin deya o'quvchilaringiz sizga mana shunday go'zal tilaklarni yo'llab qolishibdi opajon. Rahmat kattakon o'quvchilarimga va sizlarga ham kattakon rahmat. Ishlaringizga omad tilayman.